Siz Minbar tok-shousining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Assalomu alaykum. Juda katta ta'sir qilgan qavat uyum axlatlarni ko'rib shu bizani mana ekranda Bu yerda haqiqatan tog' bo'lib yotibdi-da u yerda. Juda dahshatli holatda. Hozir urna haqida boshida gapirdim, so'zim boshida. O'sha urnalar yetarli emasdir balkim. Poytaxtimizda asosiy ko'chalarda ba'zida yetishmaydi. Bu bitta muammo bo'lsa, lekin masalan ko'chaga tashab ketaverish shart emas. Urna yo'q bo'lsa, sumkangga solib ket, mashinangga qo'yib ket. Mashinadan otib yorishadi. Turursan mashinangda, uyingga borib tashlaysan shu narsani. Ekologik madaniyatini ko'taraylik, aholini birinchi sinfdan bolalarni o'rgataylik. Shu hamma mavzuda juda ko'p gaplar, muzokaralar bo'lgan. No, bitta narsa shu to'ka gap bo'lib qoldi. Haligacha biz urna qo'yamiz. Yosh bolalar musrinda tepaga, endi konteynerlarni bilasizlar, bizda konteynerlar bor. Maxsus chiqindi yig'ish joylarida bo'yi yetmaydi, tagiga tashab ketadi. Ikkinchisi keladida, endi sal kattaroq, ya'ni pastda yotibdi, uzoqdan mana bunaqa qilib uloqtiradi. Qachongacha buni gaplashamiz? Qachongacha gapiramiz? Hozir bugungi kunda Toshkent shahrida 585 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, shuni 544 tasi maxsus trans tomonidan xizmat ko'rsatiladi. 41 ta mahallada xususiy korxonalar ham bor. Ya'ni 7 ta, 8 ta korxona bor. Ishlaydi bugungi kunda o'shalar 41 ta mahallani xizmat ko'rsatadi. Yana bitta narsa haligi to'lov masalasi deyilyapti. Endi to'lov masalasi asosiy nimalardan bittasida to'lov masalasi. Nimaga deganda biza ko'proq asosiy mana texnikalar remonti bor, yoqilg'isi bor, uni haligi ishchilar oyligi bor, boshqasi hammasi taqaladi to'lovga bor. Bizlarga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi va Minbar mana shunday yuqori notalarda bugungi dasturni o'z nihoyasiga yetkazadi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.